Hozir siz videoda ko'rgan holat Toshkent viloyatining Zangiot tumanidagi aynan mana shu oilaviy bog'chada sodir bo'lgan. Ushbu bog'cha xususiy obyekt bo'lganligi sababli ichkarida suratga olishning imkoni bo'lmadi. Shu sababli biz mas'ullarga yuzlandik. Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng darhol Zangiot tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishchi guruh tuzildi va Zangiot tumanidagi oilaviy bog'chalardan biri ekanligi aniqlandi. Holat o'rganildi. Aniqlanishicha, tarbiyalanuvchi bolalardan biri uyga borib, bog'chapasi qo'pol munosabatda bo'layotganini aytgan. Ota-onalar kelib, kuzatuv kameradan shu holatni ko'rishgan. Videodagi tarbiyachini qaynonasiman. Kelinim masalan 10 yildan oshdi. Kelin qilganimga hali og'zimizda sanga bormagan. Videoni ko'rdim. Nohaqligi uchun mana hozir men rozi bo'ldim sizlarga intervyu berishga. Bilmayman endi bu yerda nima o'tgan orasida yana kameralarni ochib berishsin. Biz talab qilamiz. Demak, internetda tarqalgandan boshqa yana videolarni deyapsiz. Bo'lishi mumkin. Bu hozir tezlashtirib olingan. Navaram bittasi keladi. Sharoiti zo'r, ovqati ham yaxshi. Demak, shu kungacha nabara yig'lab bormagan. Yo'q. Mana bolalarimiz maza qilyapti, kelyapti, o'ynayapti. Xolisona gapiraman, aka bog'chasi zo'r. Osh-ovqati joyida, hech bir kam joyi yo'q. O'sha kuni bog'cha rahbariyati tomonidan tarbiyachi ishdan bo'shatilgan. O'zi umuman xususiymi davlat bog'chalariga tarbiyachi ishga olinayotgan uni sog'lig'i tekshiriladimi? Albatta, tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Bir yilda 2 marta tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Videodagi tarbiyachida avval unday holatlar kuzatilmagan. Keliningiz farzandlari bormi? Bor, egizi jonini beradi. O'qiydi o'zi, mana shu pet sohasi. Mayli ishlang dedim, chaqirishyapti dedim. Mayli bemalol, men ham sizdan uyda o'tirmaylik deb rozi bo'lgan edim. Lekin nohaqligiga umuman chidolmadi. Shu bolani mana shu etarvotda o'zimiz ham ko'rdik. Bog'cha haqida fikringiz qanaqa? Bog'cha yaxshi. Mana navaram keladi. Bugun majlis o'tdi, hammasi yaxshi gaplashdik, yo'q, yaxshi bo'ladi. Men bog'chani yomonlik ko'rmaganman. Mana ikkita bolam borishadi, yaxshi. O'zgarishlar bor, juda ham xulqida ham, bilimida ham. O'sha o'qituvchi sabab yomon otliqqa chiqib qolish kerak emas bog'cha. U videodagi bog'chapani harakatlariga nima deysiz? Конечно, xato. Agressivniy ozgina harakat qilib qo'yganlar. Ishdan bo'shatilmadi. Zavedchi o'zingiz bilasiz dedi, kelinim o'zi ketdi. O'z xohishlari bilan ariza yozdilar. O'z xohishi bilan ketdi. Ishlama, asabiyni ketqizasan dedim. Mana baribir portladi deb bu narsa. Ayni vaqtda ushbu holat Toshkent viloyati maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan nazoratga olingan hamda bog'chaga shu qilgan ishi yuzasidan chora ko'rish ishlari olib borilmoqda. Psixologlarning ma'lum qilishicha, bolalarga yoshligida qo'pol munosabatda bo'lsangiz, ular bu xatti-harakatingizni katta bo'lganida umuman esidan chiqarmas ekan. Hurmatli bog'cha opalar, sizni kelajakda tarbiyalanuvchilaringiz faqatgina yaxshi nom bilan eslasin. Ularning tasavvurida yomon obrazdagi qahramon bo'lib gavdalanib qolmang.